Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumani 218 mingdan ziyod aholi istiqomat qilayotgan hududning so'lim maskandan taralayotgan turli millat vakillarining kuy qo'shiqlari tumanga chegaradosh 100 qadam masofada turgan Qirg'iziston tomonlariga ham yetib bordi. O'qitirgan, ozg'ada to'p qilgan, jaxshiga eshik ochib, jamandan to'sib turgan, mekenga arjil sayin mekenchil qizlarni qo'shib turgan men muallimman. Jahonda muallim bo'lmasa agar dunyo ham bo'lmasdi go'zal bu qadar. Mana shu satrlarga asos bo'lgan o'qituvchiligimdan faxrlanaman. Yana Allohga shukrlar qilamanki, oddiy bir qirg'izli qizi O'zbekistonda bugungi kunda har bir shart-sharoitlardan foydalanib ishlab turganimdan, o'z ona tilimda ilm bilim olib, o'z qirg'iz ona tilimda bilim berayotganligimdan yana bir bor baxtiyorman. Qaysi davlatda borki 7 tilda o'qisin, 7 tilda bilim olsin. Qolaversa bugungi kunda Andijon davlat universitetining qirg'iz filologiyalarini ish olib borishi va biz o'z ona tilimizda o'qib bilim olishimiz, qolaversa O'zbekiston umumiy uyimiz tadbirida millatimizning urf-odatlari, qaddas-odatlari bilan qatnashib turganimizga ham ming marta rahmatlar aytamiz. Qo'rg'ontepada 74 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud. Ularda 50 ga yaqin millatlar totuvlikda istiqomat qilib kelmoqda. Saylgoh esa ana shunday baxti bekamlikda umrguzorlik qilayotgan rus, tatar, turkman, afg'on qo'yinki tumandagi eng faol va tashabbuskor bo'lgan aholi vakillari bilan gavjum bo'ldi. Darhaqiqat keyingi 4 yil 5 yil ichida yurtimizda, elimizda islohotlarda jadal ketayotganligi, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, bunyodkorlik ishlarida xalqimizni turmush farovonligini oshishda juda katta ulkan ishlar ketyapti. Xalqimizning turmush farovonligi ortayotganligini biz ko'ryapmiz, xursand bo'lyapmiz. Xalqimiz xursand bo'lyapti, mamnun bo'lyapti. Endi hali aytilgandek, ayniqsa keyingi paytlarda turli xil to'siqlarni, cheklovlarda olib tashlashlar ishlaganligi, ayniqsa chegaramizning ochilish hisobiga qo'shni Qirg'iziston bilan aloqalarimiz uzilgan edi. Hozir shuni bemalol o'tyapmiz. Endi qarindoshlarimiz bor, birodarlarimiz bor, ular bilan ko'rishyapmiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hamdo'stlik tantanasi 3 avlod vakillarining uchrashuviga ulanib ketdi. Ko'pni ko'rgan oqsoqollar, nuroniy onaxonlar, davlat va jamoat ishlarida samarali mehnat qilgan keksalar bilan bir davrada bugun san'atda, sportda, qo'yinki ko'plab sohalarda yutuqlarni qo'lga kiritib kelayotgan yoshlar suhbatlari qizigandan-da qizidi. Avlodlar, ajdodlar, kelajak avlod ham bugun bizdan nimani kutyapti? Yaxshi tarbiyani, yaxshi bilimni, yaxshi tafakkurni kutyapti. Shuning uchun men aytmoqchiman, mana ayniqsa 5 tashabbus yoshlarimizga yaratilgan sharoitni men bunday o'ylab turib, qani endi men ham bir yosh bo'lib qolsam-ku, yana bir hayotni qaytadan boshlasam degim keladi. Chunki bugungi yoshlarimiz albatta baxtli. Shuni aytmoqchiman-da, mana bugungi o'tkazilayotgan mana tadbirda ham buni bir debochasi. Dunyoda 7,5 milliard aholi bo'lsa, qarang 6,5 mingga yaqin millat va elatlar bor ekanda. 240 ga yaqin davlatlar bor ekan. Mana bizda O'zbekistonda 35 million aholi bo'ladigan bo'lsa, 130 ga yaqin millatlar. Eng asosiysi mana men bir narsadan xursand bo'ldim. Mana shu Qo'rg'ontepa tumanida tadbirga kelib 50 ga yaqin millatlar, elatlar qatnashyapti bugungi tadbirda. Hamjihatlikni ko'rib, ularni bir-biriga bo'lgan kayfiyatini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Mana shu yerda 3 avlod tadbiri bo'lyapti va bu yerda tadbir juda ham ko'tarinki ruhda o'tyapti. Tadbir bizga juda katta ibrat bo'lyapti. Sportning belgilash bilan shug'ullanaman va men Rossiyaning Kazan shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatida hali birinchi o'rinni oldim. Xudo xolasa, mana shu Olimpiyada, jahon chempionatlarida va yana boshqa anaqalarda oldimizga maqsad qo'yganmiz va shu yerda g'olib bo'lish.
Bosh qomusimizning 4-moddasida O'zbekiston davlati o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odat va an'analari hurmat qilinishini ta'minlashi, ularning rivoji uchun sharoit yaratishi alohida ko'rsatib o'tilgan bo'lsa, 18-moddada mamlakatimizda jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeyidan qat'iy nazar barcha qonun oldida tengligiga belgilab qo'yilgan. O'zbekistonda millati boshqa millat, kurd. O'zbekistonimiz juda zo'r. O'zbekiston bitta donini yegan chumchuq kerak bo'lsa hojidan Makka tilidan qaytib kelar. Buni bet suvi, bet donini hech qayerda yo'q. Meni rahmatli dadam aytardi. Bizning mahallada ham, qishlog'imizda ham har xil millatlar bor. Tatarlar bor, o'zbeklar bor, turklar bor, turkmanlar bor. Hammasi bir-biriga qarindoshdek. Tinchligimizga ko'z tegmasin. Lekin biz baxtlimiz O'zbekistonda tug'ilganing uchun. Biz har kuni bizga bayram. Chunki bizning vatanimiz bor, O'zbekistonimiz bor, umumiy uyimiz bor. Millatlararo totuvlikka e'tibor katta qaratilyapti. Ayniqsa bugungi 3-renessans yangilanish davrida biz har bir millat vakili bilan hamjihatlikda mana shu O'zbekiston, yangi O'zbekistonni, yangi davrini boshlaymiz degan so'zlari bugun bizning tumanimizda namoyon bo'lib turibdi. Tadbirda Prezident Xalq qabulxonasi vakillari, viloyat tuman hokimligi hamda bir qator mehmonlar tashkil qilingan qirg'iz o'tovlarida bo'lishdi. An'ana, urf-odat va qadriyatlar tarannumi ushbu bayram sabab turli millat vakillari tomonidan tarannum qilindi. Suhbatlar davomida erishilgan yutuqlar, qisqa vaqtda amalga oshirilgan ishlar ham sarhisob qilindi. Chindan ham tumanning Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh manzilida o'tkazilgan shodiyonalarda tinchlik, millatlararo bag'rikenglik, shukronalik tuyg'ulari qo'shiqlarga ko'chdi. Har bir ishtirokchi qalbida yaratilgan sharoitlar, imkoniyatlarga shukronalik aksini topdi. Yosh avlod vakillari ham ibratli tarix oldida mulohaza qilib, ertangi kun uchun o'zlari oldiga ulug'vor maqsadlarni belgilab olgan bo'lsalar ajab emas.